Tagiga tekkizlaymizmi yo betiga tekkizlaymizmi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan video davomida Ko'ksaroy Sokolning Abreezda birgalikda yig'amiz. Muzaffon do'stimiz bilan birgalikda, xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin. Birinchi navbatda bizga Benfix garantiyalar yordamchi bo'ladi. Tagigacha yumshoq ko'rishinglar mumkin. Muhtaram ishlatib. Ko'pchilik so'ragan choklarni qanaqa qilib yopasizlar, nimalardan ishlatasizlar deganlar uchun shu boricha video montajsiz ish jarayonidan tagiga tekkizlaymizmi yo betiga tekkizlaymizmi? Betidan jinday chiqsa bo'ldi. Qanchalik? 1 millimetr chiqsa bo'ladi. Qani? Toshni bir-biriga yopishtiraman desalar, mana bunday jihozlar kerak bo'ladi. Toshni qancha yaxshi qissa, shuncha arasidagi grantkilar chiqib ketadi va zazori kichkina bo'ladi. Ya'ni choki qisqa millimetr bo'ladi. Bu tolsimniki bu, tolsimmi? Tolsim. Faqat bitta narsaga e'tibor berish kerak. Granitni qisib turganligingda buni nimasi kichkinaligini hisobga sindirib yuborishi mumkin. Shuning uchun tagiga narsa qo'yib olishinglarni maslahat beramiz. Sokol nima deyapti? Sokol Abreezimiz Ko'ksaroydan, Xitoy zavod A-blok. Faskalarichi, faskalar akalar. Mashalloh, juda chiroyli narsa chiqdi. Voy, ko'rganlaringda ko'zlaring quvnatdan hayla. Dahshat. Hozir bitirdik, xudo xohlasa. Inshaalloh keyingi postlarimiz narxi bilan bo'ladi.